Tafsirim muyassar. Ey payg'ambar, ularga qiyomatni eslatgin. O kunda har bir odam o'zini oqlash uchun tirishadi. Barliq o'zirlarni o'tirg'i qo'yadi. Har bir odamga qilgan amalining mukofoti yoki jazosi kam ziyoda qilinmay to'liq beriladi. Ularga qilchi uval qilinmaydi. Alloh Makka shahrini misol qilib keltirdi. Bu shahar dushmandan aman, rizqining torlishib kelishidan xotirjam, boyashatliq bir shahar edi. Uning rizqi taraf-tarafdan keng tasho kelib turadi. Shundoq tursimu, bu shaharning aholisi Allohning ne'matlariga tuzkorlik qildi. Allohga shukr qilmadi. Rizq bergan Allohga ibodat qilmay, butlarga cho'qindi. Shuning bilan Alloh ularni ocharchilik bilan jazoladi. Muhammad alayhissalom boshchiligidagi islom qo'shini orqali ularning xotirjamligini ansizlikka aylantirib qo'ydi. Bu jazolarning hammasi ularning kofirligi va gunoh ma'siyatlari tufaylidan bo'ldi. Alloh Makkaliklarga ularning orasidan bir payg'ambar avatdi. U Muhammad alayhissalomdir. Makkaliklar Muhammad alayhissalomning nasabini, go'zal axloqini va rostchiligini obdan bilib turg'liq, uningga kelgan islom dinini qabul qilmadi. Uning "Men Allohning payg'ambari" degan so'ziga ishonmadi. Shuning bilan Alloh ular islomga dushmanlik qilishni davomlashtirayotgan, kishilarni uningdan to'sayotgan va butlarni Allohga sherik keltirayotgan paytida ocharchilik bilan, qo'rqinch bilan va katta boshlarni Badr urushida o'ldirish bilan qattiq jazoladi. Ey mu'minlar, Alloh sizlarga rizq bergan halol, shirin yemekliklardan yenglar. Allah bergan ne'matlarni Allohga toat ibodat qilishga va Alloh rozi bo'ladigan ishlarga ishlatinglar. Agar Allohga haqiqiy ixlosmand bo'lsanglar, uning ne'matiga shukr qilinglar. Alloh sizlarga o'zi o'lib qolgan hayvonni, qonni, cho'shqa go'shini, Allohdan boshqasining nomi aytilib bo'g'izlangan hayvonni harom qildi. Lekin ochliqdan o'lib ketish xavfi tug'ilganda ilojsizlikdan mushu harom narsalardan hayotini saqlab qolgudek miqdordan oshirvatmay yesa Alloh kechiradi. Chunki Alloh uni mag'firat qilg'uchidir. Uningga rahim qilg'uchidir. Uni bu ishi sababli jazolamaydi. Ey mushriklar, Allohning nomidan og'zingizga kelgan yolg'onni o'ydirib, Alloh halol qilgan narsani harom, Alloh harom qilgan narsani halol demanglar. Sheksizki, Allohning nomidan yolg'onni o'ydirganlar dunyo va oxiratning yaxshiligiga erishamaydi. Ularning dunyoda erishadigan narsa ozg'ina manfaatdir. Oxiratda ularga qattiq azob bor. Ey payg'ambar, biz sana bayon qilgan narsalarni ilgari Yahudilarga harom qilgan edik. Ular tirnoqli hayvonlarning go'shi, kala va qo'ylarning dumbisidagi, uchaylaridagi va so'ngiga choplishiqliq yog'lardan boshqa yog'laridir. Biz Yahudilarga bu narsalarni harom qilish bilan ularga uval qilmadik. Lekin ular ne'matga kufrlik qilish va gunoh ma'siyatda haddidan eshish bilan o'ziga o'zi zulm qildi. Shuning bilan jazoga tegishlik bo'ldi. Ondan gunoh ma'siyatlarning yomon oqibatini va uning Allohning g'azabiga uchrashga sabab bo'ladiganligini bilmaganlikdan yoki bilgan bo'lsa-mu oddiy sanganlikdan gunoh ma'siyat sodir qilib, keyin gunohlarga tavba qilgan. Ondan o'zini ham axloqini tuzatgan kishilarga kelsak, haqiqatan Rabbing ular tavba qilgandan keyin ularning gunohlarini albatta mag'firat qilguchidir va ularga nihoyat rahim qilguchidir. Sheksizki, İbrahim yaxshi ishlarda peshvo edi. U Allohga itoat qilguvchi va bo'ysunguchi edi. U Allohning bir ekanligiga e'tiqod qiladi. Uningga sherik keltirmaydi. Barliq payg'ambarlarning dini bo'lgan islom dinida mustahkam edi. İbrahim Allohning ne'matlariga shukr qilguvchi edi. Allah uni payg'ambarlikka tanladi va islomdan iborat to'g'ri yo'lga yetakladi. Uningga
dunyoda yaxshi farzand, keyingilarning madaniyatiga sazovar bo'lish va ularga ulgi bo'lishdan iborat katta yaxshilik ato qildik. Shak shubhisizki, oxiratdami u albatta yaxshilarning qatorida va martabalik zotlarning orasida bo'ladi. Ey payg'ambar, ondan sana sen İbrahim islom diniga ergashgandek izchil ergashgin. Uningda mustahkam turg'in. Uningdan hargiz burilib ketmagin. Sheksizki İbrahim Allohga maxluqotni sherik qilguvchilardan emas edi deb vahiy qildik. Allah shanba kuni ibodat bilan mashg'ul bo'lish orqali u kunni ulug'lashni, faqat u kun to'g'riliq payg'ambari bilan ixtiloflashgan va ulug'lashga buyurilgan juma kunining o'rniga shanba kunini tanlagan Yahudilar uchun belgiladi. Ey payg'ambar, sheksizki Rabbing qiyomat kuni ular payg'ambari bilan ixtiloflashgan ish to'g'risida ularning orasida cho'qim hukm chiqaradi va ularning har biriga tegishli bo'lgan jazosini beradi. Ey payg'ambar, sen va sana ergashgan mu'minlar kishilarni Rabbinglarning diniga va uning to'g'ri yo'liga, Qur'onda sana vahiy qilingan hikmatli uslub bilan da'vat qilinglar. Kishilarga munosib uslubda gap qilinglar. Ularga ularni yaxshi ishlarga rag'batlantiradigan, yomon ishlardan nafratlantiradigan yaxshi so'zlar bilan nasihat qilinglar. Ular bilan yumshoq, silih usulda eng yaxshi ravishda munozirlashinglar. Ey payg'ambar, sening mas'uliyating islom dinini kishilarga to'liq yetkazishdan iboratdir. Sen uni to'liq yetkizding. Ammo ularni hidoyat qilish Allohga xos ishdir. Allah to'g'ri yo'ldan ozg'anlarni obdan biladi. Hidoyat topquchilarni obdan biladi. Ey mu'minlar, agar sizlarga yomonlik qilganlarni jazolamoqchi bo'lsanglar, ularni sizlarga qilgan yomonligidan ortiq jazolamanglar. Agar sabr qilsanglar, bu sizlar uchun albatta yaxshidir. Rabbinglar sabr qilib boshqalarni kechirayotganlarni bu dunyoda nusrat va g'alaba bilan, oxiratda katta ajr savob bilan mukofotlaydi. Ey payg'ambar, sana bir chiqish yo'li tepilganga qadar Alloh yo'lida sana yetgan aziyatlarga sabr qilib turg'in. Sening sabrchanliging faqat Allohning yordami bilan bo'ladi. Seni sabrchanlikka yetaklaydigan va qalbingni uningda mustahkam qiladigan zot Allohdir. Sening da'vatingga quloq solmagan va sana qarshi maydonda turganlar uchun qayg'urmagin. Ularning hiyla mekrlaridan yuraking siqilmasin. Chunki ular qilmishlarining jazosini cho'qim chekadi. Sheksizki Allah o'zining amr farmonlarini o'rindash, ma'ni qilgan ishlardan yiroq turish orqali taqvolik doirasida ish ko'radigan va farzlarni ado qilishda, haq huquqlarni qo'g'dashda, toat ibodatni qetir qilib, ixlos bilan ish qiladigan kishilar bilan billadir. Tafsiri muyassar. Bir guruhi ulamolar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Aqhun. 2020 yanvar 1-nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.